Hürmetli balalar, siz 11'ne bitirgende 3 dil bilge tiyiş. Tatar tilin, Rus tilin, İngiliz tilin bilge tiyiş. Vat bizden burası şol. İkincisi bara IT teknoloji elementlerini siz bilge tiyişsiz. Ana prorektör Nail Nurullah işçiliş yasadı bit. Avul hocalığı ülkesinde yana institut açıla. Sıfırlı teknolojiyalar avul hocalığı ülkesinde. Bu bütün ülkede de var. Humanitarya ülkesinde de var. Şu an kadar bizden de borç sizge hatta bir elementten berip çıkarı sıfırlı teknolojiyalarının qaydagana okusağızda, kimgine bulsağız da. Ana men aytayım, programmero benim boyunca gitseniz sizge yukarı bilimde gerek değil. Bugün İTİS'nin ikinci kursundan Kazan Federal Üniversitesi'nin İnformasyon Teknolojiyalar İnstitutu'nun ikinci kursundan balalarını alıp bitirirler. 200 bin төлep herbisine bu ülkede sebepli balalarını. Şulay bulgaç, bu yönelişte siz toca özünüzün hünerinizini ko'rsatirga tiyiş. Aktanışta birinchilardan bo'lib buna Gumnitar gimnaziyaning direktorining sifirlashtirish bo'yicha o'rinbosari belgilandilar. Bek talantli yigitimiz Firza Ayubov. Onun ideyasi bilan mana shu konkurs e'lon etildi ham bu bizning kelajakda da u davomli bo'lacak. Firza bir necha so'z konkurs bo'yicha payqalsin. Rahmat, xayrli kun. Birinchi şiratda rahmat etilsin keleyinde rayonimiz yetakchiligine, şahsen sizge. Әлеге konkurs IT yönelişini rayonda o'stirish uchun bik zo'r beyge, bik o'ng'ay deb aytar edim men. Chunki IT yönelish Aktanishda mana 20-21 yil o'quv yilida hali boshlanib ketdi deyarga kerak. İngiliz okuş aytib o'tdi. Bugungi kunda IT yönelishda agar o'qigan bolalar programmalashtirib o'zlashtiradilar ekanligida ular maktab musobaqasida, maktabda o'qiganda professiyalar, ya'ni maktabda o'qiganda narsada o'xshash ishlay oladilar. Buning qarasak shaharlarda bunday primerlar bor. 6-7 sınıf o'quvchilari, hatto 5-sınıf o'quvchilari da endi shu 5-sınıfda mobil приложениялар, saytlar yasab o'xshashlilar. Ham endi bizning gimnaziya o'quvchilari ham boshqa maktab o'quvchilari da bu yilda o'zlarining bik motor proyektlarini, bik oldingi proyektlar taqdim etdilar. Ham endi rahmat aytasim kelalarning ustozlarına. Bik yaxshi ham bik innovatsion proyektlar. Rahmat Döktür Tepşin'de bir kazaklı belge. İnovasyon teknolojiler ülkesinde biznes ideyalar belgesinde 3. orunni Yovli Amir Harisov, Selatli bolalar için Gumanitar Gimnaziya internat o'quvchisi, yetakchisi albatta endi Firza Rishato'la yo'q. Amirni qutlaymiz. O'ng'ishlar ham alqishlar istalikka birinchi taqdirgina o'tkazildi. Hali bosada bilmaymiz motor ettirib mana. Alqishlar. İkinci o'rin Ural Nurg'aliyev, Selatli bolalar uchun Gumanitar gimnaziya internat o'quvchisi, yetakchisi Marat Ilsuruli Hilmiddinov. Alqishlaymiz. Birinchi taqdir o'tsa da u tiyirli bo'lmadi. Mana bir kishi kelib chiqqan. O'ng'ishlar yigitlarga bo'ldirasiz deb aytamiz. Birinchi o'rinda Ramiz Fazliyev, Aktanishning birinchi o'rta umumiy bilim beruvchi maktab o'quvchisi, yetakchisi Linar Noilur Husaynov. İstelaka fotosuratga alqishlar. İnformasyon teknolojileri biznes ideyalar belgesining Grand Prix Daniyar Shayxraziyev, Selatli bolalar uchun Gumanitar gimnaziya internat o'quvchisi, yetakchisi Marat Ilsurov Hilmiddinov. Bu konkurs festival e'lon etilgancha bu konkurs bizdan e'lon etilgan, shunga ko'ra endi benim tarafdan aytilgan Grand Prixga 100 ming so'm deb shunga ko'ra Grand Prix jinguvchisine biz 100 ming so'm premiya beramiz. Kelajakda bu ideyalar turmushga oshar deb ishonib qolamiz. Mana bundan biz uradiz ham alqishlaymiz. Bittashlar sertifikat qo'limda. O'quvchilar sizdan quloqqa bu konkursda albatta qatnashishi kerak. O'quvchilar rahmat deb so'rayman.
Tip Gümumi Bilim Biri Mektep arasında Maktavlı 3. orun. Boğadı Mektebi direktörü Vasil Maksudulu Salihov. Hazır vaxtında işlerine rahmetiniz. Okşalada premiye yengilini almış. 2 gramut arasında kıstırılgan kutlayımız. 2. orunda Orazay Mektebi direktörü Güzelliye Selimcan kızı Şeymardanova. Bu yolu Şeşek Beylerinin arasında konverti. Sertifikat. Birinci orun. Telagay Tip Gümumi Bilim Biri Mektebi direktörü Ramzil Hocagalioğlu Ahmetov. Urda Gümumi Bilim Biri Mektepleri arasında 3. orunda bizning ayrı fenlerde direntin özleştirildi. Oqtanish Urda Gümumi Bilim Biri Mektebi. Rahmat. Mektepler. Hürmetli Rahmetimiz. direktör olmuşlar. Mektebimizin direktörüyde Oysat Salihcanlı Emirov. Urda Gümumi Bilim Biri Mektepleri arasında 3. orunda 2. sonda Oqtanish Urda Mektebi. Alkışlar. 2. orunda Sovetlar Soyuzu Giroyi Hasan Zamanov ismindeki kadet internet mektebi. Mektep direktörü İlsur İndusulu Yalalov. Hamidi dostlar, Urda mektepler arasında bizning 1. orunda Oqtanish 1. Urda Gümumi Bilim Biri Mektebi. Mektep direktörü Daniel Danipulu Garipov. Hürmetli direktörlerine bir alkışlayalım, oğuzlar. Yetekçilerinin hayır hakkılığı olmasa, bunday motor jigularga erişip olmasaydı.